Endi qo'rqyapman. Andijondan yo'lga chiqqanimda qo'rqmadim. Endi rostdan qo'rqyapman. Nimaga? Uji Marraga yaqinlashib qoldi. Turkiyaga chegarasidamiz, Turkiyaning chegarasigacha keldi Zaporoj. Yo'lda qiyinchilik oldi. Zo'r xotiralar qoldi. Og'ridik. Xudoyim boshqa yo'llar bilan olib keldi. Yo'ldagi hamma yordam berganlarga rahmat. Lekin endi qo'rqyapman. Nimaga? Hozir Istanbulga boramiz. Uni u yog'iga dalchi bilmayman. Bilasizlar, vizam yo'q. Aytganman, qayergacha boradi deganman. Endi Allohdan yana so'raymiz. Yo'l ochilyapsan. Yo'lda biz bilan hamkorlik qilganlar qayerdadir qoldi, qayerdadir ajradi. Aloqaga chiqmaganlar ham bo'ldi. Gap so'z yo'q, javob deb sayohatga chiqmoqchimisiz? Hech kimga ishonmang. Hech kimga ishonmang. Sizga meni deb turganlarga ham ishonmang. Menda unaqa muammo bo'lgan yo'q. Xohlagan reklamamni yaxshi anaqa bilan qilib olaman. Endi bu o'zim oshnam, doktor, bu ham o'zimizning jigar. Ularga gap so'z bo'lishi mumkin. Shunaqa gap, aka. Pravasiz sayohat qilmoqchimisiz? Meni pravam yo'q. Tavsiya bermayman. Sherik olaman. Sherik bilan birga chiqqanman. Agar pravaz yo'q bo'ladigan bo'lsa, 10:00 ga Andijonda bo'lsangiz, o'zlari o'qitib prava olish beradi. Shunaqa gap. Mashinani tayinlagan egasiga ham katta rahmat. Agar qanaqadir endi dalsh ketamiz ham. Qayerlargadir ketamiz. Agar logoingiz bo'ladigan bo'lsa, Turkiyada bitta logo chiqarib orqaga yopishtiramiz. Orqa kirillov, ikkitamikin logoimiz bor. Shunaqa gap. Agar logoingiz bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaring. Katta raqam, bunaqa narsalar siz kelganimiz bizga juda ham katta foyda bo'ldi. Odamlarning hurmatiga erishdik. Shunaqa gap. Pul sami glavniy emasligini o'zim his qildim. Sizlar his qilmadinglar, bilganinglar yo'q, chunki yo'lda nimalar bo'lganini o'zim bilaman. Joninglar sog' bo'lsin, qo'llab-quvvatlagan hammanglarga rahmat. Biz Turkiyaga keldik, aka.